Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli Bozor TV kanali obunachilari. Sergeli tumani G'ofurdiyor mahallasi shundoqqina Qo'yliq 6-massiv ro'parasida joylashgan, ko'chasi shunaqangi keng bo'lgan mahalla ekan. 1,5 sotuvda o'rtalama shunaqangi 2 qavatli saroylar qurilgan ekan. Ko'rib hayron qolasiz, oldida katta mana shunaqa zaxvat joylari ham bor. Ko'chaga ham bemalol 2-3 ta mashinani sig'dirsanglar bo'lar ekan. Quruvchilar egalari tomonidan to'g'ridan-to'g'ri reklama qilyapmiz. Xudo xolasa olgan odam maza qiladi. Bitta planirovkasini ko'ringlar, o'rtoqlar, qanaqa qilib 1,5 sotuvga shunaqangi 2 qavatli hashamatli hovli qursa bo'lar ekan degan savolga javob olamiz. Kirganimizda mana shunaqa ichki fasadini ko'rishingiz mumkin. Hovlisi mana shunaqa ko'rinishga ega. Podvalga bu yoqdan tushadigan joylari qilingan. 100% bitkazib beriladi. Bitta-ikkita kamchiligi bo'lsa, to'g'rilab beriladi. Xudo xolasa hozir o'zida o'rtoqlar %99%, 98% ishlari bitkazilgan. Demak, bu yerda rakvinalari qilingan ekan va ichkari kirishni boshlaymiz o'rtoqlar. Sizlardan bitta qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Temir eshiklar orqali bino ichiga kirishni boshladik. O'ng tomonimizda podstvetka zinalar orqali ikkinchi qavatimizga va podval qismimizga tushiladi. Chap tomonimizda mana shu eshiklarimiz orqali xonalarimizga tarqalinadi. Chap tomondagi birinchi xonani ko'ryapsizlar, mana shunaqa kenggina oshxonamiz. Ko'chaga va hovlisiga qaragan oynalar qilingan va fartuq kafelar qilib qo'yilgan, bemalol oshxona mebelini qo'ysanglar bo'ldi. Birinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzelimiz bo'lsa, bu yoqda joylashgan bo'ladi va o'rtoqlar keldi-ketdi, qarindoshlar kelganda bemalol olib kiradigan mehmonxonasiga marhamat qilsanglar, mana shunaqa 2 xil aboylardan kombinatsiya qilinib, interior dizayn chiqarilgan, televizorning zonasi mana shu ro'parada joylashgan, hamma rozetkalar o'rnatilgan va orqa hovliga qaragan mana shunaqa kenggina oynasi qilingan ekan. Radiator va tupli pollar asosida isitiladi. Pishgan g'ishtdan qurilgan bino. Mana bu yerda podvalda havo aylashi uchun qilingan oynalarni ko'rishingiz mumkin. Endi o'rtoqlar, planirovkalarni oxirigacha ko'rib turinglar. Sizlarga yoqadimi yo'qmi? Albatta fikrlarni qoldirasiz, lekin uncha odam 1,5 sotuvga bunaqangi 2 qavatli, ya'ni 3 ta uruvinli xonadonni qurishi qiyin bo'lsa kerak, to'g'rimi? Bu yerda ota-onalar yotoqxonasi va o'zining ichida sanuzellariga ega ekan. Hurmatli mijozlar, shu xonadonni necha pulga sotib olgan bo'lardinglar? O'zingizlarning taklifinglarni yozib qoldinglar. O'rtoqlar, hozirgi uylarimizning juda ko'pida o'zini yotoqxonasining ichida sanuzellari qilinyapti. Bu sizlarga qanchalik qulaylik yaratadi? Kerak yoki nokerak? Shu haqida ham fikrlarni qoldinglar, chunki juda ko'p uylarimizda, masalan, 2 sotuvli uyda 6 ta xona bo'lsa, 7 ta sanuzeli bor. Qo'yilmisizlar? Misol uchun keltiryapman-da, lekin bunaqa sharoit albatta foyda tomonga ishlaydimi yoki zarar tomonga ishlaydimi? Qaysi biri sizlarga ma'qul? Demak, podvalimizga tushganimizda mana shunaqa kenggina podval qismini ko'rishingiz mumkin. Oppoq zinalarimiz orqali tushib kelindi va hovlidan tushib keladigan alohida eshiklari ham qilingan, qo'shimcha eshik. Va navbatda bu yerda kotelni xonani ko'rishingiz mumkin. Duh kommunikatorlari. Nimaga o'rtoqlar savol ham hovlining ichidan, ham hovlining tashqarisidan eshiklar qilingan degan savol tug'iladi. Katta ehtimol bilan, hurmatli mijozlar, kotelniga usta kelganda yoki gaz o'rnatgani kelganda, счётчик o'rnatgani kelganda yoki boshqa masalalarda kelganda usta uy ichiga kirib yotmasdan, asosiy oilasini bezovta qilmasdan, mahramini bezovta qilmasdan, bu yoq hovlidan tushib kelish eshiklari qilingan deb o'ylayman. Siz nima deb o'ylaysiz? Demak, bu yoq zinalarimizda ham podsvetkalar qilingan ekan. Juda ko'p uylarda podval tomonga podsvetka qilmay qo'yib qolishadi, lekin bu akamiz podval tomonga ham zinalariga podsvetkalar qo'yishibdi, chiroqlar qo'yishibdi. Zinaning ustida ham mana shunaqa lyustralar, yoritish moslamalari o'rnatilgan va ikkinchi qavatimizga mana shu zinamiz orqali chiqayotganimizda devorlarda aboylarni ko'rishingiz mumkin. Tanlangan aboylar yoqdimi yo'qmi sizlarga o'rtoqlar? Albatta fikrlarni qoldirsanglar, keyingi uylariga akamiz shu fikrlarga qarab ish qilishadi. Demak, ikkinchi qavatga chiqqanimizda mana shunaqa koridor qismimiz joylashgan ekan. Chap tomonda balkonlarimiz joylashgan edi va chiqqanimizda o'ng tomondagi birinchi xonadan boshlab ko'rsatib beraman. Ota-onalar yotoqxonasi o'zining ichida sanuzellari bilan va chiroyli bir lyustralarimiz ilib qo'yilgan. Jim-jimador toshlari bilan. Yuvinish uchun sharoitlari bor, unitazlari o'rnatib qo'yilgan. Sergeli tumani G'ofurdiyor mahallasida joylashgan. Ko'chasining kengligiga va 5 ketdi umuman. Navbatdagi xonani ko'radigan bo'lsak, buni endi o'rtoqlar pastda mehmonxona sifatida foydalanishayotgan edi. Tepada ham o'zingizlar bilasizlar o'rtoqlar, xohlasanglar mehmonxona qilinglar, xohlasanglar yotoqxona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Chunki o'rtoqlar ikkinchi qavatimizga faqat ko'pchilik yotgani chiqadi xolos, shuning uchun ikkinchi qavatga menimcha yotoqxonalarni qilganimiz yaxshi. Umumiy sanuzelimizni ko'rdik.
va oshxonani tepasidagi xonani ham ko'rishingiz mumkin. Buni ham mana yotoqxona sifatida foydalansanglar bo'ladi. Ko'chaga qaragan oynalari qilib yuborilgan. Egalar tomonidan reklama qilyapmiz. Telefon qilib bemalol narxini, sharoitlarini kelishib olsangiz bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri egalar bilan gaplashasiz. Mana ko'chasini ko'ryapsizlarmi, kattaligini o'rtoqlar. Zo'r uylar qurilgan ekan atrofida. Hammalarga mana shunaqangi chiroyli uchastkalar, uylar nasib ro'za aylasin o'rtoqlar. Inshaalloh. Mana shu muborak kunlarda turibmiz. Qilingan duolar ijobat. Kim Allohdan uy so'rayotgan bo'lsa, duolari ijobat bo'lib, mana shu oylarda chiroyli uylar, vatanlar, ibodatxonalar nasib ro'za aylasin. Bunaqa uylardan o'rtoqlar 2-3 ta qurilgan. Egalarga telefon qilib, xohlaganingizni tanlab sotib olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Arzonroq uy qidirayotgan bo'lsangiz, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Uy bozor TV deb yozsangiz chiqadi. Barchalar sog' salomat bo'linglar. Alloh panohiga.